Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ihsongo'y birodarlar. Eng katta narsa sadaqa joriya. Biz agarda sadaqa qiladigan bo'lsak, inshaalloh albatta biz bu dunyoda ham, u dunyoda ham mukofotini olamiz. Hurmatli birodarlar, biz bugun sizlarni katta shu mukofot olishlikka bir sababchi bo'laylik degan maqsadimizda ihson qilishlikka chaqiramiz. Biz hozir Jalolobod oblasti Alabqa rayonidamiz. Alabqa rayonidagi jome masjidining qurilishidamiz. Birodarlar, bizga qum kerak, shag'al kerak, sement kerak. Agarda bir texnikasi borlar, qo'lingizdan kelganicha qum olib kelib bersanglar yaxshi bo'lar edi. Keyin sementiga yordam bersanglar yaxshi bo'lardi, birodarlar. Inshaalloh bank kartalarimizni qo'yib ketamiz. Agarda bizni kartalarimizga pul solsanglar, biz albatta bu yerga sement olib beramiz sizlar solgan pulingizga. Inshaalloh bu yerni agarda bitta g'ishiga yoki bir sementiga yordam beradigan bo'lsak, inshaalloh biz bu dunyoda bo'lsak ham, agarda bu dunyodan o'tib ketsak ham, albatta har bir insonni o'qigan namozidan, qilgan zikridan, qilgan ibodatidan bizlarga albatta savob borib turadi inshaalloh. Hozir shu masjidimiz imomi bilan birga turibmiz. Nice video qayrligimizga murojaat qilsangiz. Allah razı olsun sizden Husanboy, Alloh qolsa ko'pchilik yordam bo'ladi. Bizdan oldin qanchalagan masjidlar qurib ketishdi, biz namoz o'qiyapmiz. Biz ham bugun qurib qo'yamiz, bizdan keyingilar ko'rib, bizning otalar shunday qurgan ekan, shunday mehnat qilishgan ekan deydi, keyingilar foydalanadi, ko'rishadi. Lekin sadaqa yuksaltganda joriya shu masjid bor ekanki, savob boraveradi. Qancha namoz o'qisangiz, sadaqa joriya shunday bo'ladi. Bu o'qib turgan sadaqa. Qancha odam namoz o'qisa. Innama ya'muru masajidallohi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illalloh. Allohning masjidlarini, sajdagohlarini Allohga, oxiratga ishongan, Allohdan boshqadan qo'rqmaganlargina me'mor qiladilar, tuzadilar, chiroyli go'zallashtiradilar deydi. Hammamiz hissamizni qo'shib qo'ysak, biz mana hozir o'tganda aytdik, kamaschilarimiz qo'llaridan keladi, bir kamasam qum bo'lsa ham tashab berishsin dedik, bugun ham 10 mashina qum kelib qoldi bir haftada. Shunga o'xshagan qanchalagan kamaschilar bor, qova minganlar bor. Shular ham bir mashinadan qum bilan tashab berishsa ham mayli. Sement olib beraman degan odam sement olib bersa ham mayli. Bizni masjidimiz shu paytgacha sizlar qurib berdilar. Xalqimiz qurib berdi. Lekin hammamiz teng harakat qilib tursak, aytadiku, hech bo'lmaganda yaxshi ko'rgan odam bo'lsa ham qurib qolmaydi. Alloh savobini beradi. O yaxshi masjid bo'layotgan ekanda, Alloh rozi bo'lsin deb qo'ygan odamni ham Alloh qurib qo'ymaydi. Bitta g'ish qo'ygan, sement bergan, 20 tonnalab sementlar berdinglar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yana hadeb tursanglar yaxshi bo'ladi inshaalloh. Birodarlar, hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Juda ham ko'p yordam berildi. Albatta bu bitta bizning fondimiz emas, albatta bu butun qishlog'imizni, butun Qirg'iziston elini bir mehnati bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, podvali bor. Bu biz 2-etajda turibmiz, podval hisoblaganda va 3-etaji bor. Inshaalloh oz qoldi. Birgalikda bir jichcha ko'ngil burib qo'ysak, inshaalloh juda ham katta mukofotga erishamiz. Biz bank kartalarimizni qo'yib ketamiz. Videomizga befarq bo'lmaylar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.